Surunkali ravishda tunda ishlab, tunda uxlamaslik albatta kasalliklarga olib keladi. Kechki smenda, ya'ni tungi ishlarni o'zini tartibi bor. Shunaqa odamlar bor, bir oyda har kuni kechqurun ishlaydi. Bu ish xato. Ochig'ini aytaman, xato. Hech bo'lmaganda 2 kunda bir yoki 3 kunda bir ishlash kerak bo'ladi. Aynan qolgan 2 kuni yoki 1 kuni tungi qismida yaxshi uyqu uni kompensatsiya qilib beradi. Qisman bo'lsa ham 60%, 70% o'sha uyquni kompensatsiya qilib beradi. Va o'sha biz aytgan yuqori kunduzgi uyqulardan foydalanadigan bo'lsa, yana ham kompensatsiya oshadi. Lekin har kuni tunda ishlaydigan odamlar, har kuni 3-4 gacha ishlaydigan odamlarda sog'lig'ida muammo kelib chiqadi. Men buni isbotlab beraman, chunki meni bemorlarim orasida logistik firmalarda ishlaydiganlar bor. Ya'ni logistik kompaniyalari bor odamlar bor. Ular Qo'shma Shtatlar bilan logistik aloqa qilgani uchun ularning vaqti, ya'ni Qo'shma Shtatlarning vaqti kunduzi bizning tunimizga to'g'ri keladi. Ish vaqti soat 11 da boshlanadi, ertalab 6 da tugaydi. Shu bemorlar menda juda ko'p shunaqa bemor. Va ularning eng ko'p uchraydigan simptomi qo'rquv, xavotir. Alisher aka deydi, bilmadim deydi, o'zidan o'zi qo'rquv, xavotir keladi, panichniy atakalar bo'ladi deydi. Keyin men uni surishtirsam, kasbiga borib taqaladi. Va shular ko'pchiligi uyqu vaqtini to'g'irlashi, uyqudan foydalangandan keyin shu qo'rquv, xavotiri o'tib ketganini, kayfiyati ko'tarilganini, tushkunlikdan chiqqanligini aytadi. Mana ko'ryapsizmi? Mana shunaqa bemorlarimiz bor, ya'ni logistik kompaniyalari bor, logistik firmalarda ishlaydiganlar bor. Bular ko'p shunaqa savollar berishadi va asosiy muammo uyquda bo'ladi. Bu ham bir isbot bo'ladiki, tungi uyqu muhim ahamiyatga ega. Demak, tungi ishlarda ishlaydiganlar uchun maslahatimiz, demak, albatta u bir kun ishlasangiz, 2 kun dam olishingiz kerak. Qaysi ma'noda? 2 kun uyqungizni to'g'irlashingiz kerak. Hech bo'lmaganda 1 kun ishlab, 1 kun uyqungizni to'g'irlashingiz kerak bo'ladi. Ana shunda sizda organizmingizda kompensator mexanizmlarning hisobiga bu holatdan siz chiqishingiz mumkin bo'ladi. Lekin surunkali ravishda tunda ishlab, tunda uxlamaslik albatta kasalliklarga olib keladi. Bu fakt fan tomonidan isbotlangan narsalar hisoblanadi.